Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ishimizning 3-kuni zakata stollarni qo'ydik. Mo'ykamiz, 20 litrli qozonimiz, 60 litrli qozon, tandir, mo'rni tandir, tutamaydigan turechki tandir, 7 kun mo'rni tebib qo'yamiz. Xudo xolasa, ish davomida qo'yib boramiz. Alternativ aytishimiz kerak, o'rtoqlar. Mana bizda mo'shli ish bo'ladi, original ish bizda bo'ladi. Mana eshiklar o'rniga sarkalanadi, sinmaylanmaydi, chunki o't yonganda o'ynab chiqib ketishi mumkin. Ertadan qo'yib yuboradi. Mana o'g'onning mo'shligi bo'ladi mana. Mana, o'rtoqlar ko'ringlar mana, sarkalanadi, o'g'onga sarkalanadi, eshiklar mo'shli bo'ladi. Kafel kelib turib shunday kiradi. Bu yerdan ham shu mustahkam bo'ladi. Sinmaylanmaydi, shu sinmaylanadigan bo'lsa ertadan o't yonganda keyinga olib ketishi mumkin. Eshik tashlab yuboradi oldiga, o't sarkanda o't bilan birga chiqadigan bo'lib qoladi. Bizni kuzatishda davom eting. Original o'choqlar bizda bo'ladi. O'choqchilar qurol kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Katta rahmat, sog' bo'ling.